Bugungi kunda yoshlar kitob o'qimay qo'ydi. Badiiy kitob haqida gapirmoqchiman. Agar ana shu badiiy kitoblarni saralarini topib o'qiganda edi, odob-axloq anchagina o'zgargan bo'lar edi. Demak, endi butun diqqat markazini ekranga qaratishimiz kerak. O'zbek kinolarini oladigan bo'lsak, bugungi kunda anchagina orqada qolib ketdi. Butun maishiy mavzudagi asarlar, har xil chalg'itishlar, oila mojarosi, vahshiy qaynona, undan ko'ra boshqacharoq qilsa ham bo'lar edi-ku. Yana buning ustiga yana bir g'alati bir holatlar bo'ladi. O'sha ekrandagi filmlardagi, seriallardagi qahramonlarga qarasangiz, kiyimlari bir g'alati. Yirtiq shim kiygan, short kiygan, lekin odobli, axloqli, or-nomusli. Buni ko'rsatish uchun yirtiq shim, shortik, o'sgan tirnoq, yana qornini ochib yurishlari. Bular bilan qanday qilib tarbiyalab bo'ladi? Bir film bor edi, qiz or-nomusli, judayam oriyatli qiz qornini ochib yuribdi. Shunaqa filmlarni ishlashni nima keragi bor? Kiyimini to'g'ri qilib qornini bekitib ko'rsatib qo'ya qoling. Yoki yana boshqa bir filmda bir yigit bo'ladi, film ishlamoqchi bo'ladi. Yo'lda yurib otasi bilan film ishlaydi. O'sha yigit short kiyyapti. Shuni uzun shim kiydirib qo'ysangiz, filmning saviyasi ko'tarilardi. Mana shunaqangi holatlarni hisobga olishimiz kerak filmlarda. Spektakllarda ham mana shunga o'xshagan. Endi bu yerda men til haqida gapirmayapman. Adabiy tilni ham bir qayoqlarga g'orni ichiga tiqib tashlashdi. Shuning uchun odob axloqni ko'rsatish uchun endi hayotda qanday bo'lsa o'shanday emas, sal chiroyliroq qilib bezab ko'rsatsa bo'ladi-ku. Masalan, hind filmlarini oladigan bo'lsak, juda kuchli mardlikni ko'rsatadi. Hamma havas qiladi. Mana mard yigitlar mana unday bo'lishi kerak deb. Demak, biz ham bunday ko'rsatib bersak bo'ladi-ku shu narsalarni. Yoki haligi qizlarni olaylik, butun boteks bilan lavni o'rdak burun qilib ko'rsatishyapti. Shularni ekranga olib chiqmanglar, iltimos.